Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun biz zamonaviy dasturlash olamida eng mashhur va ommabop bo'lgan tillardan biri Python haqida suhbatlashamiz. Ushbu til hozirda ko'plab mutaxassislar tomonidan afzal ko'riladi va PyPL reytingida yetakchi o'rinni egallaydi. PyPL sayti bu reytingni GitHub platformasida joylashgan dasturlarning sonidan kelib chiqib tuzgan ekan. Ko'rinib turibdiki, GitHubda dasturlarning deyarli 30% yoki har 3 tadan bittasi Pythonda yozilgan. Pythonning qo'llanish sohasi juda keng. U sun'iy intellekt yaratishda ham, veb-sayt ishlab chiqishda, robototexnika va ilmiy tadqiqot sohalarida ham faol qo'llaniladi. Dasturchilarni qiziqtiradigan savollardan biri bu daromad masalasi albatta. Dasturchilar dunyo bo'ylab yuqori maosh oladigan mutaxassislar qatoriga kiradi. Biz bir qancha mamlakatlarni o'rtacha yillik daromad, dasturchilarning o'rtacha yillik daromadini keltirdik. Eng ko'pini Amerika Qo'shma Shtatlari $110,000 dan $130,000 O'zimizda O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich $15,000 dan $30,000 Python dasturining afzalliklari haqida gapiradigan bo'lsak, birinchidan oddiy va tushunarli sintaksga ega. Python tili murakkab qoidalar va ortiqcha kod yozishni talab qilmaydi. Uni o'rganish va tushunish ancha oson. Dasturlashni o'rganayotganlar uchun ideal tanlov. Keyingisi esa Python yordamida yozilgan dasturlar Windows, Linux va Mac operatsion sistemalarida hech qanday o'zgarishlarsiz ishlay oladi. Yana bitta afzalliklardan biri ko'p qirrali imkoniyatlarga egaligi. Ushbu til uchun tayyor kutubxonalar juda ko'p. Ulardan bir qanchasini kursimiz davomida o'rganamiz. Python dasturining kamchiliklari haqida gapiradigan bo'lsak, har qanday texnologiyada bo'lgan kabi Python ham mukammal emas. Uning eng katta kamchiligidan biri boshqa yuqori darajadagi tillarga nisbatan sekin ishlashi. Masalan, C++, Java da yozilgan dasturlar Python dasturiga qaraganda tezroq bajariladi. Python bilan ishlashni boshlashimiz uchun biz ikkita people dasturini kompyuterimizga yuklab olishimiz kerak. Birinchisi Python interpretatori. Python.org sahifasiga kirib, Downloads bo'limidan Pythonning eng oxirgi versiyasini yuklab olamiz va kompyuterimizga o'rnatamiz. Ikkinchisi esa Visual Studio Code. Visual Studio Codening rasmiy sahifasidan o'ng tomonda Download bo'limiga o'tib, o'zimizga kerakli operatsion sistemada yuklab olishimiz mumkin. Ikkala dasturni ham o'rnatamiz. O'rnatganimizdan so'ng Visual Studio Code'ni ochamiz. Visual Studio dasturini ochganimizdan so'ng fayl bo'limiga o'tib, Sazdat fayl qilamiz. O'zimizga qulay bo'lgan nom bilan nomlab faylni fayl formatida saqlanib qilamiz. Sazdat fayl. Visual Studio kodimiz ishlashga tayyor. Birinchi dasturimizni yozishimiz mumkin. Print funksiyasini yozamiz. Matn deb. Va o'ng tomonda Zapusk fayli Pythonda bosamiz. Bosganimizda terminal ochiladi va terminal ochilganda bizda dasturimizning natijasi chop qilinadi. Keyingi darsdan boshlab print funksiyasi haqida gaplashamiz. Bugungi darsimiz tamom. Xayr, sog' bo'linglar.